Assalomu alaykum, hurmatli so'zlar. Navbatdagi savolimiz, ya'ni uyga vazifamiz, sprite qanday shakl chizadi degan ma'noda berilgan. Ho'p, bu yerda birinchi qarasak, skriptga bayroqcha bosilganda deyapti. Erase all hammasini o'chirsin bunda omil chizganlarni. Pen up ruchka ko'tarilsin. Set pen color ya'ni ruchkaning qalamning rangi 54 birlikka sozlansin va ruchkaning qalinligi 5 sezilarli darajada qalin bo'lar ekan. Va go to 00 deyapti. Ya'ni sahnani tasavvur qiladigan bo'lsak, mana buni sahnaning markaziga borgin deyapti. Markaziga borasan va so'raysan, ask how many angles do you want? Ya'ni siz qanaqa shakl chizmoqchisiz deyapti. So'rab turibdi endi. Siz bu ask and wait buning egizagi mana answer turibdi mana. Siz nima kiritsangiz, bu shuni o'zida javob sifatida qabul qiladi. Ya'ni pen down ruchka tushirildi. So'ragandan keyin masalan aytaylik, taxminan biz hozircha 3 kiritdik deylik. 3 kiritsak, endi mana bu answer degan joyida 3 degan raqam turadi va bu repeat 3 marta takrorlanadi degan. Va 100 qadam yuramiz. E'tibor bersangiz, na savol matnida bor, na skriptda bor. Point in direction. Demak, u biz bilamiz avtomatik o'ng tomonga qarab yurishini va x huquqiga ta'sir ko'rsatishini bilamiz. Xo'p, birinchi takrorlanish u 100 qadam yurdi. Mana va aytyapti turn deyapti 10 ga 360 taqsim answer, ya'ni bu yerda ham 3 bor mana. 360 ni 10 ga 360 ni 3 ga bo'lsak 120 bo'ladi. Ya'ni biz bilamiz 120 gradus bu uchburchakning teng tomonli uchburchakning ichki burchagining tashqi tomoni bo'ladi. Ya'ni men urinma o'tkazsam hozirdan bu yerga bunaqasiga urinma o'tkazsam, mana bu burchagim 120 gradus, mana bu burchagim 60 bo'ladi-da. U shuni aytyapti. Ya'ni tashqi burchakka nisbatan 120 gradus burilasan dedi. Men hozir burilib turibman 120 gradus va yana 100 qadam yuraman. Endi ikkinchi takrorlanish repeatda yana 100 qadam yurib kelsam, mana joyiga keladi. Yana 120 gradus burilsam, endi bu tomonga burilib turaman va yana yurib kelib joyimga qaytib keldim. Qarang, men 3 kiritsam, menda 3 burchak chizyapti. Qanday shakl chizadi desa, 3 kiritsangiz 3 burchak chizyapti. Endi deylik biz 4 kiritamiz deylik. Mana bu joyda 3 emas, 4 turibdi deylik. 4. Mana bu joyda ham 4 kiritsam, masalan 4. Endi answer joy degan joyda 4 turibdimi? Repeat degan 4 marta takrorlayman degani, 360 ni 4 ga bo'lsak 90 gradus bo'ladi degani. Endi biz bilamiz, buni o'tgan darsda ham o'tgandik, gradusdan qarab qanaqa shakl chizishni bilsak bo'ladi. Ya'ni bu 4 ta siniq chiziqdan iborat va ular orasidagi burchak 90 gradusdan iborat bo'lgan figura chizadi. Ya'ni biz bilamiz, 100 qadam, 90 gradus, 100 qadam, 90 gradus, 100 qadam va 90 gradus, 100 qadam. Kvadrat chizar ekan. Endi 4 emas, 5 desak e'tibor bering. 5 desak, mana bu joyimiz 5, mana bu joyimiz ham 5. Endi 5 ta siniq chiziqdan iborat figura chizadi. Ya'ni 360 ni 5 ga bo'lsak, bu ichki burchaklar yig'indisi bo'lyapti endi bu. 5 ga bo'lsangiz sizda 72 bo'ladi. Mana bu joyda 72 turadi. Mana shu qism 72 ni qaytaradi. 360 ni 5 ga bo'lsangiz. Biz bilamiz 72 bo'lsaki, bu 5 burchak, 5 tomonli ko'p burchak chizadi. Agar 6 bo'lganda edi, 6 burchakli ko'p burchak chizardi. Demak, mana bu biz nima chizadi desa, biz kiritgan songa qarab chizar ekan. Endi ayting, siz 2 chizaman desangiz, 2 kiritsaman desangiz, 2 kiritdingiz, 2 kiritdingiz. Xo'sh, 2 degani e'tibor bering. 2 marta takrorlayman degani. 100 qadam yuradi, 100 qadam yurdi mana. Bo'ldi. 180 gradus burildi. 180 gradus burildi degan joyiga, shu joyiga qaytadi-da endi bu. Hozir borgan bo'lsa, endi bu tomonga burilib oladi. 180 gradusda shunaqa. Yana qaytib keldi. Bu to'g'ri chiziq chizyapti. Endi 3 va undan katta son kiritsangiz, sizda geometrik shakl chizadi. Boshqa holatda shunchaki kesma chizishi mumkin. Menimcha tushunarli.